Assalomu alaykum hurmatli YouTube kuzatuvchilari. Bizda yana bir Damas avtomobili sotuvga qo'yildi. 2025-yil ishlab chiqarilgan. 24,000 probeg. Kraskasida ozroq machun o'ng tomonda bor, 15-20%. Salonlarimiz polni poli chexol qilingan, Malibu bar qo'yilgan. Yangi 13 balon qo'yilgan. Tonirovkalar tortilgan. Dugalagacha qo'yilgan. Narxi $6,500. Kiritilgan holatda sotiladi. Kimgadir shunaqangi holatdagi Damas kerak bo'lsa, raqam qoldiramiz. Bemalol aloqaga chiqib, gaplashib, savdolashib, xarid qilishlaringiz mumkin.